Spakovka chek. O'zbekiston bilan Koreya narxini solishtirgan holatda spakovka chek qilamiz. Kaysi qaynonam shu kunlarda internetdan nima topsa menga jo'natyapti, zakaz qilgin deb. Tushunmadim. Bu uyda men ham arenda pulini to'layman, ham produktlarni olaman. Mayli. Noto'g'ri zakaz qilib qo'yibman. Ikkita banan zakaz qilib qo'yibman. Bitta qilishim kerak edi. Точно kaltayman. Va qo'ziqorin zakaz qilibman xolos. Nimaga men bu videoni olyapman hayronman. Ikkita narsa zakaz qilib qo'ydim. Qo'ziqorin necha kilo olgan, bananchi bu ko'p. Ikkalasi ham xato ketibdi. Qo'ziqorinni ko'p zakaz qilib qo'yibman, bananni ham ko'p zakaz qilib qo'yibman. Mayli, birodarlar, havoni smesini raspakovga chekib ketamiz. Bu smes o'lgur bir avval kuni kelgan. Endi ochyapman korobkasidan. Xullas 900 gram qo'ziqorin menga o'zbek so'mida shunchaga tushayotgan. Pishmagan banan ikkitasi menga o'zbek so'mida shunchaga tushdi. Menimcha Koreyada banan arzonroqchim, O'zbekistonda nima deb o'ylaysizlar? Koreyada bolalar smesi juda ham qimmat. Ayniqsa radomlarda chaqaloq endi tug'ilganida onaga bermasdan o'sha yerda medsestralar o'zi qaraydi va ularga smes berishadi, smes ichtirishadi. Ya'ni sun'iy sut ichtirishadi. Smeslarni qimmat brendlari o'shanaqa tug'ruqxonalarga, больницаlarga ko'p reklamaga berishadi. Ataylab yosh bolachalarga birinchi bo'lib qimmat-qimmatidan ichtirib qo'ysa, keyin ota-onasi agar smes ichtirishni davom ettiradigan bo'lsa, sizni bolangiz yoshligidan tug'ilishiga shunaqa smes ichdi, yaxshi mos tushdi deb aytishadi. Endi ota-ona endi shunaqa smes ichgan ekanda, endi shunga o'rgangan ekanda deb majburan shunaqa qimmat smesi olishga majbur bo'lib qoladi. Atak oson smeslar ham bor, lekin tug'ruqxonalarda ataylab reklama uchun ham qimmat smeslarni yosh bolachalarga birinchi beradi. Mana shuni bitta bankasi 800 gramdan har bittasi, shuni 3 tasi menga o'zbek so'miga shunchaga tushdi. Nima deb o'ylaysizlar, O'zbekistonga qaraganda smesning narxi ancha qimmatmi yoki o'xshashmi? Kommentariyada yozib qoldiring.